شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ama ba'du. Hürmetli kırımdaşlar, biz bugün Sürfaqatnaki 260. ayetine keldik. İlgirki ayetlerde hayatlık, mamatlık, ölüm meselesi tilga ilinip bu haktaki mazmunlar bayan kılınıp kelavatkan. Şu asasda İbrahim aleyhisselam'nınki Nemrut'la bo'lgan munozirasidan keyin biz Uzayr aleyhisselam'nınki bir vaqaligini o'qib o'tdik. O'xshash bugungi darsimizmi shu mazmunda davom qiladi. Oldingi darsimizda Uzayr aleyhisselam Allah subhanahu va taoladan o'liklarni qandoq tirildirishning tafsiloti haqida bir savol so'ragan bo'lsa, Allah bununla amaliy 100 yillik bunun canını elip 100 yıldan keyin qayta tirildirish orqali amaliy javob bergan bo'lsa, bugungi darsimizda İbrahim aleyhisselam'ı aynı şekildeki sualını soraydı. Allah xuddi Uzayrga amaliy javob bergandek İbrahim aleyhisselam'a amaliy javob beradi. Meyli ilgirki darsdagi Uzayr aleyhisselam bo'lsin yoki bugungi hozirgi o'qiyotgan darsimizdagi İbrahim aleyhisselamning savoli bo'lsin, hech qachon Allah qo'ygan ishonchsiningki ojiz bo'lganligi yoki Allohning tirildirish qo'ygan iymoni shak bo'lib qolganligi uchun emas. Biz buni ilgirki darsda o'qana qildik. Misallar orqali tushundirdik. Yani hozir ham deymiz, bu yerdagi masala Allohning tirildirish ishinidir, tafsilotiga qiziqdi. Tafsiloti ularni o'ziga jalb qiladi. Yani bir deymiz, bu haqda bir o'yinish bor. Qandoq bo'ladigandu? Biz ilgari ba'zi amaliy misollar orqali dedik. Qatlıtız güzel bir imaratı sağan injinerden bu imaratı sağanlıkla işinimiz çünkü şunu lahilep sağa adam şu yüz bilsen ama deyimiz ki ya kanda saldınız bunu mesela ya bunu kanda tiktiriniz mesela güzel kiyim tikki adam insanlar oturuz ki buradan bazı bir kızıkış aynı şekildeki mesele. Bugünkü ayette İbrahim aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu wa ta'ala hitap kılışında da estaizu billah ve iz qala İbrahim Rabbi arini keyfe tuhyil mevta qala evelem tu'min qala bela velakin liyetma'inne kalbi qala fehuz erba'aten minel hayr fesurhunne ileyk ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز. Yani kısmının umumi cereyanı Uzayr'dan doğan vaqalikka hanım o'xshaydi. Ama bu yerda artıq bir narsa, qalbimizga kelgan ba'zi shubhalarga Alloh o'zi aniq javob berdi. Nima deydi? İbrahim aleyhisselam o'z vaqtida dediki, ey Rabbim, menga o'liklarni tirildirish jarayonini ko'rsatsin. Kayf degani kayfiyatni tirildiradiganlik ish. Masalan, Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki evvelem işenmemse İbrahim aleyhisselam böyle mişediler mesela ayaklaştı. Yani peygamberler ilgili dersteki Uzayr olsun ya ki ma ayetli olan İbrahim aleyhisselam olsun işenmezlik meselesi emez. Belki velakin liyetma'inne kalbim takımı aram tapsın. Aram tapsın dediğini tefsilatı kızıkış adamda bir nim buludu, marak oluyordu. Qanaqdı
nimshi bo'ladigandu, qanday bo'ladigandu deydigandekchi, mush tafsilotiga qiziqishim tugusin degandek qumchi bu. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr. 4 dona qushni qanaqil tut. Ularni aralashtu. Öldürüp degandek haydirga go'shtga. Alaqa masalada bir shak shubhi qolmasin. 4 qush, 4 xil qush. Mufassirlar buni ba'zi katta, g'oz degandek bir necha qushlar bizga nisbatan qushlarning qaysi bo'lishi, o katta olamda, to'q olamda, g'oz olamda çok muhim emas. Muhim mesele bir yerde Allah özünki tirildiriş, tirgüzüş, yaratış, kayıt yaratış kudretini aynı şekilde göstermekte de bunları arlaştırıp her takka bir kısmını koydu. Böyle yani tekrar şu bir yap kalmazdık için başka kuş mu bula ya ki başka bir ehval demek ki hemen arlaştırıp okşumukan tut kuşunu tötüye git, bülüp töt taktik, rak kılıp ثم دعوهن يأتينك سعيا. Ulan şuna çaqa atın. Ay yügeygen pedikeli daldığına da vardı. Bilgin ki Allah hemen galip, hemen dinlemidir, hikmetliktir. Endi ayetning tafsilotiga kirsak. Mayli ilgirki darsdagi Uzayrning olsun yoki hozirgi men tarjima qilgan oyat İbrahim alayhissalomning voqealigi olsun. Bular tirgizmeslik haqqida gap qiladi. Sual o haqda emas. Buningga shak qilmaydi. Buningga shak qilmaydi. Buning faqat qiziqqina tirgizish jarayoni. Yani tekrar desek yana şu misal biz faqat masalani taqamo ro'shanlashtirish misol keltiramiz. Allah har qanday bir tashbihdan, har qanday bir o'qishdan fattur. Allohning o'qishi yo'q, lekin misli masala faqat taqamo zehnimizga yaqinlashtirish uchun elayotimiz insonlar o'zini insonlar. Men bayatni degandek injenerning bir isim qalb bilan loyihalab soldiganligi aniq. Oldimizda bir bino bor. Injener turibdi. O mishada biz injenerdan bu binanın bu layihasini qanday şekilde layihlaganligini qiziqib so'raymiz. Bir kim layihlagan shunda bir isl elektronlik uskunni bir layihlagan qanday layihladim degan bir savollar qo'ydi. Onun layihlaganligiga shaqqiqlik yoki layihlashdan so'g'aliq balki layihasini tafsili qiziqish masalasi. Endi aqida nima desa ma'lum bir ishga bog'langan ko'nglimiz bog'lanib mush ish boshqa qiladi desak bu aqida. Allah subhanahu va taoloninki insonni turgizganligiga bizning qalbimizdagi ishonch tam. İnsonni yaratib dunyoni aksliganligiga ishonchimiz tam. Dunyoni aksib bo'lganligini qayta turgizib hisob kitob qilganligi tam. Bunun özü akide. İbrahim Aleyhisselam'ınki liyetmeinne kalbi kalbim aram tapsın degene ma akidedin aşkan kısım. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan Allah koygan kendisi tam Allah'ın ölüklerini tirgizdiğanlık koygan kendisi tam bir yerde fakat ve fakat İbrahim Aleyhisselam'dan erişmekçi olan neresi köngüldeki bir marek mi? Bir qiziqish ne? Qandaqdu deydigan bir savolni qanot topdi. Faqat bu. Ba'zi narsalarning jarayoniga qiziqish bor deymiz ya. Shu. Tekrar misol oldim. Tekrar qayta elishning nimasi yo'q, hojati yo'q. Masalaning ashta bo'lganligiga kelishdi. Allohning insonni yaratganligiga va tirgizdiganligiga ishonchi tam. Masala tirgizish tafsilatı qanaqa qiziqyapti. Shunga Allah subhanahu va taolo tirgizish va yoki boshqa ish to'g'riliq javob bermay, bergan javobini Allah subhanahu va taoloki jarayoni to'ddoni qushlarga berdigandek mufassirlar bilan qaga, to'z, xo'roz, kapta degandek qushlarni deydi. Yani mesela qushlarning qaysi xilda qutilishi muhim emas. To'ddoni qushlarga Fesorhunne degene ular öldürüp peydirini düşüge düştü peyge ağırlaştırıyor. Yani bir konu demde öldürüp mü koysa
Ölmey kalan boğuy netti deydiğen bir çekme kakkan mısın? Öldürüp, o göçlerini, peylerini arlaştırıp, tötünü, birisini arlaştırıp. Annekin bir yerimi koymay, töt dağını, tağının etrafına kanaklığa koy. Töt dağını tak koy. Karısanlar bir yerde, yani kudretninki, tirgüzüş kudretininki, kaytırıldırış kudretini mutlak bir jaryanını ispatlava tuttu. Deva tuttu Allah subhanahu wa ta'ala bizge. O sen kançılıkka tirgüzümüzüm degендek bir xil. Annekin ahirisi da ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا Çaqağın aldığını yügürep gelip muşu derecede bir imkaniyet verdi, tefsilatını, kürüş imkaniyetini verdi. Yani ayet mişe kelgen vaxtı da mezmununu toxtuldu, duydudu. Ayetten ahir kısmında İbrahim Aleyhisselam ras açla tutkuşunu ekelip, ötürep, göçlerini peydirilen birisi arlaştırıp, andigen tüttakka apırıp, ya da kuyup bir kısmıdın hemmisini çeçip, andigen hemmisini çakırıp, hemmisi yügürüp geldi. Bu emeli sınav ve kış yani buldu mu, olmadı mu ayette bu hakta çıkanlar mezmun değil mi? Yani Allah subhanahu wa ta'ala şunda bir imkaniyet mi? Belki iki aldı ya. Sen halisa maçta takıl, maçta buluyordu. İbrahim Aleyhisselam kalbi aram tepiş için, hele kızıqavatkan tepsilat jarayanını biliş için, eğer kılıman dese, kılsaçlar buluyordu. Ya bol diye Allah, ben sana burunma, bu gepini suraştırıp öldürmesini yaptı Allah konuştuğunda, fakat kızık işi üstünü soğan, ne oldu kupayı kıldı? Dese, o mu bulur? Yani Kur'an bu hakta bir narsa demedi. Yani bizim diqqatimizin dağıtılan bir nokta ayetinin ahirisi da ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا Sen bu kuşlarına tuttakka, tahtaf boğanlıkın çaqağın, sana yügürep geldi o dedi. Kuş asli uçup gidadigan narsa osmonda. Ama yügürep geldi o dedi ne? Yani meselenin şunçilik işenç derecesine qanaqlıdı aşuruğanlıqını təsvir edir. Osmandan uçup gelse belki mesela azraq elişib qalishi mümkün. Oqunda kalımızda qush oqşuğan boğaçqa bir xil farq etilmeydigan nereden uçup geldi, o tağdan uçup geldi ya başqa tağdan keyin başqa yerden geldi mi? Bir xil şu yolda yügegen pet değil, sen qoyga yerden köz aldığın bunu yügegen pet keledi. Sen hemme jaryanını emeli göz aldığında qanaqlısa, kürüsəsən. Degəndək bir xil meseleni texmo işenç derecesine kötürüş təsviri ayetinin ahirisindeki sen çaqağın yügegen pet keledi degen ifade. Asli kuşluğa uçup keledi çok. Yügegen pet keliş şu emeli üzü öldürüp, arlaştırıp, taşlık etken şu kuşluğa üzünün keledi Allah nesi ifadesi. Hem de yine ayette bizge bir nokta sel için olarak kudret, bir işine kılaliş, güç, kuvvet Allah subhanahu wa ta'ala tarafından o vakitte biz bunu mutlak güç kuvvet, vacibel vücut zatından güç kuvvet deyimiz. Allah subhanahu wa ta'ala insanlığımı insan buluş süptülen, insanla insan buluş süptülen ma'lum işlerini kılalaydıgan güç kudretini bergen. Bu mümkün güç kudret deyimiz bunu bize Arapça atanlıqda. İnsandaki güç kuvvet. Yani Allah ölen insanın oturduğu güç kuvvet. Allah'ın güç kuvveti, insanın oturduğu güç kuvvet farklı. İnsanın güç kuvveti insan buluşuyla farklı olur biz. Ahmet de olsa, Mehmet yok, Mehmet de olsa, Semet yok. Bu bir nokta. İkinci nokta, insanla özündeki güç kudretini ya ki kuvvetini başkalarına ötküzemmeyi. Ötküzemmeyi. Mesela ben mağanmaydıgan bir adamga üzerindeki mağalaydıgan kuvvetini bilemeyim. Yazanmaydıgan bir adamga yazalaydıgan kuvvetini ben yazalayım emas mı? Muşu kuvvetini bilemeyim. Bu insanın meselesi. Ama Allah subhanahu wa ta'ala mutlak kudret sahibi ki halagan kişiye üzünün kudretini kanaqlanaydı, ötküzələydi. Birələydi yani. İbrahim Aleyhisselam insan bulu sütüylen o kuşunu ötürüp şuna çaqasından kelmeydi. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bir yerde şuun da bir kudretini verdi ki çaqağa kilitli.
Chaqa keldi o'qishlar. Bu yerda Allohning qudrati İbrahim alayhissalomga qanday qildi o'tdi. Bu farq shu. Bunda ahvol Sura Al-Imronda İsa alayhissalatu vassalamning tasviridimi? Ve rasulan ila bani İsrail enni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum enni akhluqu lakum min at-tayr ka hay'ati at-tayr. Bu ayette İsa aleyhisselam üzni qanaqa qildi tasvir etdi oyatning oxirida. Jin kuntum. İsa aleyhisselam üzni sifatle. Laydin qushning shaklini yasab, shuni pülayma qushuldi. Qarg'u tug'ilma oq kasallarning hammini saqaytma va o'liklar tirgizma Allohning izni. İnsan usuldan boshlanib qiladi. Oyatning oxiridagi Allohning izni bilan degani. Sizlar yeyotgan, yo'lda saqlayotgan narsani Allohning izni bilan bilmaslik xabar. Ularning hammasi insonning qildigan narsalar. Faqat Allohdan oladi. Shu oyatda biiznillah degan bir ifoda bor. Ya'ni bu yerdan shuni tushunamizki, Alloh ma'maydigan odamni Allohning qudrati mutlaq qudratki, o'z bandalaridan xohlagan kishiga xohlagan ishni qildira oladi. Shunga bu yerdagi İbrahim alayhissalomning o 4 dona qushni o'ldirib chaqaslab kelish bu Allohning İbrahim alayhissalomga shu vaqtda bergan quvvati. İsa alayhissalomning yuqorqi xususiyatlarining hammasi Allohning izni bilan bo'lgan, Allohning qudratidan elingan bir nima alohidalik. Boshqa oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo nim deb buyruq qildi: "Va'lam Alloha azizun hakim." Alloh hammadan g'olib. Xohlagan ishni qila oladi. Xohlagan kishiga xohlagan qudratni bera oladi. Xohlagan odamni xohlagan yerda qo'ya oladi. Alloh hikmatdan ish qilish deb mazmunni oyatning eng oxiriga qanot berdi, qistirdi. Endi Alloh subhanahu va taolo yuqorqi qissada hayotlik o'lim masalalarini tafsiliy bayon qiladi. Amaliy, moddiy, real bir tajribada İbrahim alayhissalomning qalbi qanoat topsin, qiziqishi, qiziqib bir narsa bilgisi kelgan bo'lsa, buni qanoat qilsin, bilib olsin deb. Endi payg'ambar alayhissalatu vassalamning zamanida Rasulullohga zamonda yashagan, din haqida shak qilgan, Rasulullohning da'vatiga qarshi chiqqanlarning ko'pinchisining shaki tirilish masalasida. Qur'on buni Qur'onning o'xshamagan yerlarida o'xshamagan shaklda tasvirlaydi. Surah Mu'minunda qalu a iza mitna va kunna turaba va izama. Ular deydi-ki, o'lib to'piqqa aylanib, so'ngaklarimiz so'ngak bo'lib ketgan vaqtimizda tirlanib biz, ularning shaki tirilishda. Surah Yasindan buni bayon qiladi. Allohga qarshi chiqqan, mutakabbir bo'lgan inson, o'zining yaratilishini unutgan inson bunda bir misolni keltirib, bunda bir davli qo'ydi. Qala man yuhil izghara wa yara. Bu chirigan so'ngakni kim tirgizdi? Alloh subhanahu va taolo payg'ambarga javob berdi. Javob berdi. Qul yuhihallazi ansha'aha awwala marra. Buni dastlab yo'qdan paydo qilgan zot buni ulab bo'lganini keltirgizdi. Ana mushakaga vaqtida dastlab yaratgan zot ikkinchi qatim qayta tirgizdi degan shaklda javob berdi. Bu mantiq bilan. Bu xildagi javob Qur'onning boshqa taraflaridan bor. Surah Rumdimi? Va huvallazi yabda'ul xalqa thumma yu'idu. Alloh avval yaratgan zot, undan keyin uni qaytadan tirgizdi. Bu mantiqda Alloh subhanahu va taolo asli Allah mutlaq qudrat sahibi. İlgirki derslerden öptü. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası, Uzeyr Aleyhisselam'ın kıssası. Mutlaq tirgizish Allah'a nisbeten hiçbir iğri iş emas. Allah mutlaq qudrat sahibi zat ki, yangidan yaratish ve qayta tirgizish Allah'a nisbeten barabar bir iş. Hiç farksız. Ama Allah bu ayetlerde insan mantiqisida turib javob beradi. İnsan mantiqisi durib, insonning mantiqisida bir narsani dastlab yo'q yerdan paydo qilish aslish. Ammo bir qitim yozib bo'lgan narsani, bir qitim paydo qilib bo'lgan narsani ikkinchi qitim asliga kelish bo'ladi.
Mesela hiç qanday dunyoda yo'q bir uskunning birini ijod qilsa, bu favqulodda bir ish insonlarning ijodiyatlarida. Ammo ijod qilib bo'lgan narsa buzildi, qayta o'ngishdi, chuvilib ketdi, qayta qurashtirdi yoki bir xil yasab bo'lganni kichkina yasash bu osonma insonning mantiqisi bu. Allah mush insonning mantiqisida turib bizga javob beradi-ki, qayta turgizish masalasida avval qanday yaratgan bo'lsa, keyin uni takror turgizish bo'ladi. Avval yo'qdan yaratdi. Keyin turgizmak oson. Ma shaklda javob beradi bu. Bu insonning mantiqisida tushuntirilgan javob, bu Alloh subhanahu va taolo mutlaq qudrat sohibi, Allohga nisbatan na avval yaratish, na keyin turgizish hech qiyin emas. Allohga nisbatan o'xshash. Ammo javobda Alloh subhanahu va taolo avval yo'q yerdan yaratgan Alloh tabiiyki keyin qayta turgizmak oson. Ma shaklda javob berdi. Bu bizning mantiqimizga kelib turib javob bergan javob. Endi biz bir necha darsda bir narsani farq qilib qarindoshlar, bir narsani mulohaza qilishimiz kerak. Yani qayta tirilish masalasi, oxiratga ishonish masalasi kuchab bayon qilinadi. Payg'ambarlarning qissasi bilan, ilgari o'tgan ummatlarning qissasi bilan o'limning, hayotlikning Allohning ilgida ekanligi, bir odamning hayoti va o'limi belgilanib bo'lganligi, qechib o'limdan qutulmaydiganligi, oldiga yugurib ilgari surilmaydiganligi bu bizga takror kuchli bir shaklda bayon qilinadi. Nimishqa? Chunki oxirat kuniga iymon etish aqida babidagi taroza. Aqida babidagi taroza. Ya'ni oxiratga bo'lgan iymon kuchaygan sari insonning aqidasi shuncha yuksaladi. Chunki inson tirildiganligiga shaksiz ishonsa, qilgan etganlariga hisob berildiganligiga shaksiz ishonsa, shu hisobdan keyin jazo mukofotning borligiga ishonsa, ma dunyoda Allohdan qutulolmaydiganligiga ishonsa, takror qayta asliga keldiganligiga ishonsa, ma dunyoda inson o'zini qo'yib agar bir jamiyat kishilarining zehnida mushu aqida biz tirilimiz, qilgan aytgan gap so'z sharkat hammasidan takror hisob beramiz, jazo mukofotlanamiz degan ideya senga vaqtida har ishni qilsa Allohning hisobiga qetib turib, oxiratning hisobiga qetib turib, an qiladi, haddidan oshmaydi. Bu normal jamiyatning tamomligida eng çok ahamiyatga ega muhim bir qism aqidniki. Boshqa ilgirki necha darslarimizda buning kuchli shaklda ta'kidlanib minishning ahvoli shu. Endi bizga Alloh subhanahu va taolo ilmning, hayotlikning masalasini takror bayon qildi. Zehnimizda hayotda bir uqum shakllandi, hayotlik degan bir uqum, ilm degan bir uqum shakllandi. Ya'ni dunyoning ikki dunyo ekanligi oydinlashdi-da. Bizning kallamizda dinsizlarning zehniga o'xshash bizning butun barliqimiz shu dunyo shu ilgari yo'qdik va keyin yo'qolamiz. Yashagan dunyoda mushu degan bo'lib qolsa, boshqa narsani alohida tushunishning hojati yo'q. Ammo zehnimizda unday emas. Biz ilgari ruhlar dunyosida etdik, dunyoga keldik, bu dunyoga va bu dunyodan keyin u dunyoga ketimiz, tirilimiz, qayta hisob beramiz. Mushu aqidalarning oxirisidan bir savol bo'ladi. İnsan dunyoda nima deydi? İnson vazifasi nima? İnson burun dunyoda emas, ruhlar dunyosida. Ruhlar olami deydi. Dunyoga keltirildi va ketdi, u yerda qaytadan tirilib, butun hisobotlar qaytadan tirildi. No'sa dunyodagi insonning vazifasi nima? degan bir savol keladi. Dunyodagi insonning vazifasi zaminni obod qilish. Alloh subhanahu va taolo sura Hudda "U'budulloha ma lakum min ilahin g'ayruh." Allohdan boshqa iloh yo'q, siz shu ilohni, shu Allohga ibodat qilinglar. Huwa ansha'akum minal ard. Alloh sizni zamindan yaratdi, wasta'marakum fiha. Zaminning obodligini sizlarga berdi. İnsanın bir vazifesi var.
Qiyomatda surunluğunu şu. Zeminni güllendiriş. Zeminde yaxşı işlerini şekillendiriş. İnsanını tunca yaratkan vaktim Allah subhanahu wa ta'ala malaikelerden degenti inni ja'ilun fil ardi halife. Halife degeni söz sahibi, Allah'ın kanunu icra kılıdığan, misyonu başkuruduğan kişi degen. İnsanın vazifesi şu oldu. İnsanın vazifesi şu oldu. Hem de insan muşu zeminni güllendiriş için kelgen bu ağaçka emgek kılış gerek, işleş gerek insan. İşlemey tutup avatonmaydı malzemem. İşlemey tutup yaxşı işlerini kılmayı tutup güllenmeydi malzemem. Hem de bu hemmeden işlişi, emgek kılışı, müdirişi gerek olayken insanların emgekini insanlaştırdıkan tabii kanunla birisi gerek. Zeminni güllendirdiğin bir kanuniyet gerek. Allah subhanahu wa ta'ala muş zeminnin güllenişi gereklik olan energiyani insanlığa qanaq etken da taqsim qilgan da. Herkes bir insanga bütün iqtidarını bermegen. Her insanga o'xshaydigan nima emas, o'xshamaydigan iqtidarni, qobiliyatni bergan. Nima uchun? Hozir biz ilgirki oyat tugab, keyingi oyatga tayyorlik qilyapmiz qarindoshlar. Hamma deganlarimning hammasi mana keynidagi oyatning muqaddimasi hisobda. Nima uchun Alloh ashta iqtidorni, qobiliyatni, imkoniyatni insonga o'xshamagan shaklda chachidi? Allah dünya insonlar bir-birini to'liqlasin ki tekrar ish izlashni da'vat qiladi. Bir-birini to'liqlash o'zaro birikish deganlik bir jamiyat. Sende bir qobiliyat va bir iqtidor bor. Menda yo'q. Ammo men shunga ehtiyojliq. Sana yaqinlashaman. Sen bilan o'rtamda munosabat paydo bo'ladi. Chunki men sana muhtoj. Menda bir qobiliyat, iqtidor va bir imkoniyat bor. Senda yo'q. Ammo sen unga ehtiyojliq. Sen menga yaqinlashsan, o'rtamizda bir munosabat shakllanadi. Mushu bo'yicha bütün cemiyetni munda sizib chiqqanimizda yoki ko'zdan kechirganimizda jamiyatdagi har odamda bir imkoniyat va har odamda bir iqtidor va bir qobiliyat va ikkinchi shaxsda yo'q. U uningga ehtiyojli, u uningga ehtiyojli. Shuning bilan jamiyatda bir xil ittifoqlashish, uyushish, bir-biri bilan moslashib yashash o'rtaq muhit shakllanadi. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki zeminni güllendiriş için insanlar oturuslu koygan bir kanuniyet. Eğer mende bütün iqtidarım mende olsa, bütün imkaniyet mende olsa, benim ikkinci bir elemge ihtiyacım fakat düşmese mesele eşyaya başlar. Ne yalnız yaşayayım ben? İnsanlar cemiyetinden arılama, andinkin niza adave mesela. Hata düşünüş, arılık, bıraklışı şu yerden başlar. Yani Allah subhanahu wa ta'ala özünün fazli merhametini insanlığa o'xshamagan şekilde çaştı deganlikdan xuddi insanlar birisi-birisini to'liqlab yashashsin, birisi-birisi bilan ittifoq biriksin, birisi-birisiga qarshi chiqmasin, chunki bu insonlarning yashash uchun zo'r bir ehtiyoj degandek bir holatni qamoqlatadi, bizga ishorat qilyotdi. Chunki har odam o'zidagi imkoniyatlar bir narsalarni o'rtaga chiqaradi, qarshi taraf ehtiyojli. Va qarshi taraf o'zining imkoniyati va iqtidor qobiliyati yeni bir narsani o'rtaga chiqaradi. Bu uning ehtiyojli. Uning ehtiyojini bu qandaydir, buning ehtiyojini bu qandaydir. Shuning bilan jamiyat bir ittifoq birikkan bir jamiyatga qanaqadir aylanadi. Boshqa jamiyatning taraqqiyotining muhim taqozolaridan biri çoxum cemiyette türlü iqtidorlar odamlar bo'lishi kerak. Türlü iqtidorlar odamlar o'zaro bir-birini to'liqlasa, har tarafdan alohidligini joriy qildirib, qarshi tarafdagi kamchilikni to'liqlagan vaqtda go'zal bir jamiyat o'rtaga chiqadi. Unda bo'lmagan vaqtda agar bütün imkoniyatlar bir taraf bo'lib qolsa, bir taraf imkoniyatsiz bo'lgan vaqtda dal masala shu yerdan chiqadi. Urush shu yerdan chiqadi dunyodagi. Boylik bir yerga yig'ilib qolganida, bir tabaqaga yig'ilib qolganida urush shu yerdan chiqadi qarindoshlar. U vaqtda normal hayot
hayat olmay qaladı. Endi Allah subhanahu wa ta'ala muşu yüzü. Belki ben yukarıda sözde atkan mukaddime maksatını aydınlaştırıyor. Yani insaniyetnin ki normal huzur içinde yaşaşı üçün üzdüba imkaniyetini başkaları bilen paylaşış gerek. Başkaları bilen ortaklaşışı gerek. Eğer ortaklaşmasa mesele şu yerden çıkıdı. Mesele şu yerden çıktı. Del muşu ihtiyaç tüpeylidir. Allah subhanahu wa ta'ala insanın bəski küçürüdü, bəsli aciz yaradı. Endi insanın nima uchun bəsi aciz, bəsi kuchli oludu, bəsi imkoniyati bor, bəsi imkoniyati yo'q oludu, bəsi boy, bəsi gadoy oludu. Bilginide bizim kendimiz insan mutlak kudret sahibi de üzlü oylap kalıp hedeflaşmasın için. İnsandaki bu imkaniyetler, bu iktidarlar, bu kabiliyetler birilgen iktidar bulup elini dağallakını düşünüp haddidin aşmasın için Allah cemiyetinin tanıtımlakını saklaşıyorsun etrafımızda aciz kişiler. Aciz bir toplumni yaratıdı. Aciz bir sınıf, aciz bir tabakani yaratıdı. Yani bir yerde güçlük, onun kaçta bir aciz var. Bu ziminin normal tamponluk için müştavlıdı. Yani ma acizinin günahı ne mi? Bu ziminin tamponlukunu saklaşın, aciz yaratıldı Allah'ta. Ma'nın birilgen imkaniyet buna birildi. Ma bay oldu, ma namrat oldu. Ma putkuli sak oldu, ma putkuli tukur olup kaldı. Yani meyib olup kaldı değil. Allah subhanahu wa ta'ala zeminin tamponluğunu müştah yaratırken bunun meselesini yazdı. Bir misal alayım. Yani şu devamlı meselenin aydınlaşıp anlatımız. Allah subhanahu wa ta'ala arqanda bir teşbihin, arqanda bir bizim mahlukatın kimge okşaştığını paktur, neyse kendisi şey fakat mesela aydınlaştırıcı misal anlatımız. Bir adam özünün bir netçi balasıga, 4-5 balasıga ma'lum miqdarda pul, mal, taqat qandan arıdın birisi ciddi ihtiyaçlı qo'ygan operatsiyaga kirib qolgan darajada bo'lib qolsa, bolalar deb men sizlarga bergan pul mollaringlar va buni ma'lum qismini biringlar ma qarindishinglar davolanib olsin, men buni keyin hasaslab qaytarman desa, bu masala bizga nisbatan intayin normal ham shunday bo'lish tegishli masala deb qabul qilamiz biz buni. İnsanlar o'tirsizda. Endi Alloh subhanahu va taolo o'zining maxluqlariga shunday Ba'zini kuchli yarattı, ba'zini aciz yarattı. Acizlarni kuchliklarning kapolati bilan yashtirdi. Buni yana Allah subhanahu va taolo mutlaq buyruq qildi. Şekilde emas, qarz shaklida qiladi, talab qiladi. Bayatın deganimizdek mutlaq aciz kishilar bo'lish kerak. Zaminda agar hamma odam hayotda kuchlik, hammadan boy inson ashta bo'lib qolsa, insonda shunday bir o'zini tushunmaslik chiqadiki, inson degan mashtamas bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin masala bo'lolmaydi. Yani hayotni normal tartibda saqlab. Shu mutlaq ojiz kishilar bo'lishi ham kerak. Endi bu ojiz odamlar jamiyatning tamponligini saqlaydigan ma'naviy moddiy bu ojiz odamlarning ojiz bo'lib qolishning gunohi nima? Boshqa gunohi yo'q. Jamiyatning tamponligini saqlagan Alloh taolo yaratdi. Endi bu ojizning turmushi kuchliklarning kapolati orqali. Kambag'allarning turmushi boylarning kapolati orqali qanaqa qilish kerak? Qamqilish kerak. Yani Allah subhanahu wa taolo bu yerda shunday demakchidekki, men sizni boy yaratdim va sizni ojiz yaratdim. Ma boy imkoniyati va kishilar orqali men seni bu dunyodagi turmushingga kafolatlik qilaman demakchidik. Shunga Allah subhanahu wa taolo hozirgi oyatda, ya'ni 261-oyatda mushum masalani o'rtaga qo'yib, kishilarningki o'zining imkoniyatini atrofidagilardan paylashishningki zarurligini, muhimligini o'rtaga qo'yib, ba'zi o'zining melini bermaydiganligini, Allohning buningga bergan melini beradiganligini o'rtaga qo'yib da'vatidi. Men bir nuqta diqqat qiling. Allah ojizga bas berdi.
Bundan başqa adamni kuchli qilib, buni açıq qo'ysa qilib. Lekin Alloh ashta holida birlik adamni amatni boy qildi, ne'matni namrat qildi. Namratni boyning kafarat orqali turmushining normallashishini Alloh buyuradi. Nima deydi? Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba. Wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah ba'd İslam bulat ders. Nima deydi Allah? Özünün mallarını Allah yolunda sarf qildi Allah. Etrafımızdaki bir kembag'al odamga berganlik Allah. Chunki jamiyatning normal tanqonlik shu orqali saqlanadi. Bergan kishilar xuddi bir don tergan odamga o'xshaydi. Bu dondan 7 bashaq ünüdür. Her başaqda yüzlerce don var. Yani birisi 700 hisse ve ondan artıq hisselenirdi. Vallahu yudaifu limen yasha. Ama Allah insana acayip bir salam demedi. Qarz bir salam. Bu bir hürmet. İkincisi qaytib bilmen davatıdır. Bu ikinci hürmet. Bunun en çok hürmet ayetinin başında ola özünün pul malları da ama baylarının kol elekideki pul malları baylarının pul malları aslında bu Allah'ın pulu. Sure Nur'un 30. ayetinde ve atuhum min malillahi allazi atakum. Allah size vergan pul maldan birinla olarga Allah'ın melasli. Lekin bu yerde ulanın pul malları da pul malını aşulanın da. Bu iş var. Çünkü aşı insan emniyet kılıp, hareket kılıp, işlep giriştir. Allah subhanahu wa ta'ala bu emgeke ihtiram kılıp. Bu emgeke ihtiram kılıp, sen işleden bununla erişten, şu bu senin pul melan, digen şekilde onunla hürmet kılıvatıdı. Ama Allah halis bunu alamaydı. Allah'ın bir insana pul malını berip, bir imkaniyetini berip, sana berdin, ilk aciz kerindişin ve sen üzerinden aşkan ne be? Yani bir noktada dikkat kılın. Allah insanın ihtiyacını aşmağını sunuyor. Ben de nereden bakardım var? Üzerinden ihtiyacı oluşluk, baldırından ihtiyacı oluşluk, Allah onu sormaydı. Allah'ın fakat soğanı ne modise ihtiyacının aşkanını sana kerindişin. Ve onu heslep kaytırmandı. İnsana bunun artık ihtiram olmaz. Bu mal senin olsun dedi. Sen çünkü işliden. Bu aslı mal Allah'ın gökülüsü. Bunu sen kerindişin kılar dedi. Senin normal hayatta huzurlu yaşayın için davet ediyor. Ben degende ihtiyacın olğandan emez. Aşkandan ben davet ediyor. Aşkandır. Bu bir acayip hürmet. Men haytırmen davet ediyor. Bunların hemmesi Allah'ın ki insanla olğan fevkul adde hürmeti, ihtiram bilen anaqatıdı, buyurvatıdı Allah subhanahu wa ta'ala insan. Yani mesele ne olursa kalbin bu noktanın içerisin. Kalbin az gözlük olmuyorsun. Yıkanın, toplağının hemmisine mininki, meyyeyme, mellan asan buludu, bəmeyme dediğin bir kıl, kalpteki bir kisel var, içtimai, intihai, iğir kiselde bir. Bu kadar yok oldu ki insan bir noktanın içine şirek, kışıdaki bir kembağanın boğallıkı, bunun baylıkı eriştiği sebebi. Bir adamın baylıkı erişip, huzur işte yaşayalışı için cennet kembağanlar eriştiği. Hem de yine şunu tanfonluğunu saklaş için aşk kembağanlarga sen qanday qilishing kerak, ehtiyojingni aşqandın berishing kerak, o'rtoqlashishing kerak, paylaşishing kerak. Çünkü bir tuproqninki ballari, bir jamiyatning a'zolari billa qanday qilyapti, yashayapti. İqtisod to'plaganlar buni bizning o'rtadan tushunadi. Iqtisod atrofdagi kishilarni to'playdi. Bir odam yolg'iz o'rmonlikka kirib topolmaydi. Yalğız jangalga kirib pul topolmaydi. Yalğız pulluq tashab pul topolmaydi. Atrofdagi kambag'allar va normal kishilar va bir jamiyatdan to'playdi pulni. Yani endi texmi xulosalasa qarindoshlar. Bu yerda iymon masalasi bizga da'vat etishini. Sen imkoniyatingni boshqalarga paylash. O'rtoqlash. Allah sana ziyoda qiladi. Bu xuddi mana tushunsak bo'ladi. Misol olsak, Allah ma ayetimi şu zeminni misal aldı. Bir urukni yerga tashlab, yerdan chiqqan danni misalga aldı. İnsan bir yerga
Açlıq teriş üçün özünün omburida bor açlıqdan ma'lum miqdorda chiqib yerga cho'chadi. İnsan yerga cho'chgan vaqtda shu yerga cho'chgan açlıqqa baxillik qilarmi? Asla qilmaydi. Oy, uydagi ombodagi açlıq ozlab ketdi demaydi. Nima ish qiladi? Chunki uning ishonchi tam bir dal yerga tashlagan urug'i bir necha bashaq chiqiradi. Bir necha bashaqdan bir necha yuz don chiqadi. Buningga ishonchi so'g'achqa. Şoň ýäge aýymay urupçy. Hem de sen bir mahlukga işenci qılıp, bir ýäge işenci qılıp bu urupny çaçsa. Ambryndyky açlygyň kemlep ketişini ensirmeýse, çünki sen bu ziminniň sana sen taşlagan çaçkan urukdan neçe hassa artyk hosul birdiganlygy işenci qılsa, ziminge işençiň bu ýerde senin Rabbin ve ziminniň Rabb bolan Allah subhanahu wa ta'alaga ziminge ýetirgan uruk sağanın jalpadı diye Allah maşta bir işareti bizge qanat qıldı bir. Zimin bolgan işençiň şu, ziminniň igisi bolgan Allah işençiniň qançylykda bardy. Zimin Allah'ın mahluqi, zimin sana bir dal buğdayga, bir dal danğa, neçe yüz dan qaytırıp bəgey ýerde. Bu ziminniň igisi bolgan Allah sana qaytırıp bəmesin dedi. Hem de ayetdeki fi sabilillah degan bir noktada diqqatimizni tortib, biz özümüzün ehtiyacını artıq olan kısım başkalarıyla paylaşkanımız Allah'ın yoludur buludu. Allah'ın yoludur buludu diye nime için desen? Çünkü bir aciz kişi özünün turmuşu kapalıkki igi olan bir cemiyette yaşavatkanlıkını his qığınıda. İmkaniyeti var kişilerinin pul, meli var kişilerinin üzüge yaxşılık kıvatkallıkını görgen vaxtıda onun da karşı tarafı nisbeten ölçmenlik adavat şekilleri deri şekilleri. Çünkü o yaxşılıkını qana kıvatıdı, menfaatlini vatıdı. Bir küçük adam var, imkaniyeti tuluq, kol ilgide var kişinin birisi var. Aciz, namrat kişinin birisi var. İmkaniyeti var kişi, namrat kişinin 5. sılavatıdır. Namrat kişi onunla adavat qılmaydı, ölçmenlik saklanmaydı. Çünkü o şunda bir hatır ki, başkalar bana yaxşılık kılıdı, turmuşumga kafaletlik kılıdı, meni taşlap koymaydı deydiğen bir tuygu oldu. Hatta aş bir vatkan kişi, belki bay kişi, bir vatkan vaxtıda özünün pul melinin tükep gitip, kelgüsün namrat qilishini ensime çünkü o kelgüsün namrat qalsa bu cemiyetinin üzünü taşlap qoymaydiganlygyny xuddi üzü bugün başkalarını taşlap qoymagandek ma cemiyetini onu taşlap qoymaydiganlygyny işençisi var. Şunu bilen her taraf intayını güzel oluyor. Küçükler acizlarning dostu, acizlar küçüklerning dostu. Cemiyetteki her sınıf tabakalarının oturda ziddiyet, adavet, dokunuş asla ve asla çıkmaydı. İslam'nınki bu xil prinsipi bizge nimeni öğütüdü? Meseleni tüp yıldızını kurup düşünüyor. Mesele çıkarmaslıkla qanday qıvatıdı, öğütüvatıdı. Yani ayetdeki özünün pul mallarını Allah yolunda sərf qılğanlar degan ayet şuna bir qanuniyet məxluqlarının qalbidəki açıq gözlükni yemirib taşlaydigan qanuniyet. Bu ayetdə xuddi Allah subhanahu wa taala bizga da'vat qandak qılğanını eçinglar, zihnini eçinglar, meseleге to'g'ri qaranglar. Ma bir bir məxluq zimin siz 1 kilo uruq çatsanız sizga necha yuz kilo qaytirib beradi. Məxluq qo'ygan ishonchinglar bu qadar bo'lgan yerda siz chachiqqan uruqinglarga, chachiqqan dininglarga ishinglar og'rimagan yerda chunki qaytirib oldiganligingizni ishonchinglar bo'lg'achqa bu məxluq bo'lgan ziminni Rabb bo'lgan ishonchinglar qanchalik ziminga 1 kilo uruq tashlasak necha yuz kilo olamiz degan ishonchingizni Alloh qila olamsizlar. Allah yolunda mançak sarf qilsak mançlik olamiz degan ishonch bormi yo'qmi? Mushuni qilgan uchun ular zehnini echinglar diqqat qilinglar da'vat Allah subhanahu va taala ma oyatda bizga. Yani ayet oxirida darsning oxirida bir xulosalaysak qalbimizdagi och ko'zlikni meseleni tardarda tushunib olishni qanday qiladi, hal qiladi. İnsonda shunday bir o'y xiyolning
bo'lib qolishi intayin xatarlikki, men ixtiyorim bilan topdim bu pulni. Men qattiq jafo tortib, qattiq kuchab topdim bu pulni yoki men bu vaqtda topdim bu pulni. Bugun bu yerdan topaman, erta boshqa yerga topa olayman. Bu atrofimizdagi ojiz nomard kishilar anda olganlik uchun topmaydi yoki manda olganlik uchun topmaydi degandek, ya'ni o'ziga ishonib qilish. O'ziga ishonib qilish deganimiz Allohdan ayirish masalani. Bu masalaning yuz berishini oldiga oladi. Chunki dal nafsoniyatchilik mushadan boshlanadi. Rahimsizlik mushadan boshlanadi. Ondan keyin qarshi tarafdagilarningki, ya'ni ojiz tabaqadagi kishilarning ma'tabiq qilgan o'chmanligi mushadan boshlanadi. Bu ziddiyatning dastlabki kichikgina urqi bizni qo'rqitmagan bilan yo'g'inab agar bu jamiyatlashgan vaqtida ko'ryapmiz, tarixda anglayapmiz, nurg'un baylarga qarshi inqiloblar, qo'zg'olonlar, buning hammasi bekaga o'rtaga chiqqan narsa emas. Kuchli tabaqa, kuchli sinf, ojiz sinfga ko'ngil bo'lmaydi, beshin silamaydi, o'zining imkoniyatini o'rtoqlashmaydi. Ojiz sinflar o'zining ojizligi, tashlanib qo'yilganligi, yetimligi yoki mahrum qolganligini ko'rsatadi. Chunki bu jamiyat uning haqqi bor. Kuchliklarning kuchli bo'lishi uchun, boylarning boy bo'lishi uchun bu jamiyatdagi ojiz kishilar bo'lganda bo'ladi bu ahvol. Buning qarshi tarafini qo'zg'ab ketibdi, o'rtliq shu vaqtda to'qinish paydo bo'ldi, shu vaqtda o'rtliq kirishdi. Alloh subhanahu va taolo buni bizdan eng kichik yerdan hal qilmoqchi bo'ldi. Bu oyat shuni hal qiladigan oyat. Alloh subhanahu va taolo hammalarning qalbini och ko'zlikni, baxillikni chiqarsin. Hammalarni Alloh qo'ygan tam ishonch bilan o'zimizda bor bo'lgan imkoniyatni boshqalarga paylaşadigan, jamiyatni o'rtaqligi, jamiyatim atrofimizdagi qarindoshlarning o'rtaqligi, qarindishim deb o'ylaydigan bir xil iymonlarni ato qilsin. Bugun darsimiz mushal oxirlashdi. Kelasi darsda ko'rishlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.